O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 19-aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 14-19 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja, kunduzi 7-12 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.